Eng oddiy tushunish hamma ketgan tarafga yurilaveradi. Osoni shu. Hozir telefonda bir narsani jirafalar ko'rsatib bir narsalar deyapti menga. Endi ular soqqa qilishdi. Men turistligimni bilib turibdi. Bitta o'zimman. Bir avtobus ketaysizlar bilan. Do'stim keyin kirib kelyapman. Hamma kelgan joyga kiraveraman. Sekin mana pandani haqiqiy bog'ini hayvonot bog'i ekan. Safari. Buramiz oldinroqdan pul bilet sotib olsa arzon tushadi dedi. Endi oldinroq yo'qdi. To'laverasiz ekan. Shuncha. 350 yuan qarsillatib to'lab chiqdim. Bagajchi desam, bagajni issiqda ko'tarib yuribman, bir aeroportga ketdim. Tepaga yozilgan narx hozir chiqadi. 350 yuan qolganini bilmayman nima deb yozilgan. Dikisi ikkita park bor ekan, Diki parki bor ekan. Обычный park, peshkom parki bor ekan. Ikki parkda endi avtobus olib yursa kerak edi. Sanadi mana shu yerga, buni biletini ursang chiqillaydi dedi. Prova qilib ko'raman hozir. Tushunishim bo'yicha. Mana hozir bitta urib ko'ramiz. Nimaligini. Bosdim. Bosdim. Mana boslayapti. Yo'q, bosilishchi nima deydi? Tushunib bo'lmaydi. Kod yoz deyapti, nomerini yoz. Skan qilgan joyi yo'qmi ekan bu yerda skan? Skan nada. Va, skanda bossa skan bo'lsa kerak-da. Bosyapman, hech nima yo'q. Nima ekan? Dehsan meni